Hurmatli kuzatib boruvchilarimiz, endi Gold Clinker mahsulotlari Yevropada. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda fasadli plitamiz kauchuk qoliplari Polshaga chiqib ketyapti. To'g'ridan to'g'ri shu furamizda Yevropaga kirib boradi. Mahsulotlarimiz shunaqa upakovkalangan holatda bo'ladi. Bir upakovkasining ichida 1 kvadrat, ya'ni 1 pachka bo'ladi. Mana bu yerda etiketkalar yozilgan holatda kimga ketyapti, qabul qiluvchining ma'lumotlari bilan ketadi. Yevropaga eksportimizda Sardorbek akam yordam berdi. Juda ham katta yordam istaydi aka, rahmat. Endi Gold Clinker qoliplarini Yevropaga Sardorbek akamiz bilan birga eksport qilamiz. Sardorbek aka mana hujjatlarini tayyorladik Yevropaga. Bilasiz, Yevropaga hujjat tayyorlash qiyin eksport. Bunda bizda Gold Clinkerda kamchiliklar ko'rdingizmi? Kamchilik yo'q, hammasi ideal tarzda bo'ldi. Biz o'ylaganimizdan ko'ra tezroq deklaratsiya hamma kerakli hujjatlar o'z vaqtida, paytida qilindi. Lekin Yevropa talab qiladigan barcha sложный sertifikat deysizmi bo'lmasa boshqa talablari ham 100% biz xohlagandan ko'proq tarzda qondirib berdi. Endi kimga Yevropa va butun dunyo bo'ylab fasadli plitani qoliplari qiziqish bildiryapti, kerak bo'lsa nomerlarimiz qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Sizlarni Gold Clinkerda kutamiz.